Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga hozir 2012-yilda ishlab chiqarilgan antikvarniy holatda turgan zo'r Damasimiz bor sotuvda. Mashinamizning qiziq tomonini sizga aytib o'tsak agar, kraskasi yo'q, 100% toza, zadniy most, korobka motorlari yaxshi. Charm diska balonlari qo'yilgan, mana noshkalar ham o'rnatilgan. Salonlarning ichi zo'r holatda turibdi. Chexol poliklar qilingan. Mashinamiz 126 ming probegida turibdi. Sizlarga shu mashinani orqalarini ham ko'rsatib beramiz. Bir ko'rib baho berasizlar. Mana shunaqangi mashinalarning ham o'zining ishqibozi bor. Ayrim xaridorlarimiz so'rab kelishadi. Mana. Holati zo'r turibdi. Salonlarning ham ichiga qirilgan joylari yo'q. Qiziqganlarga shu mashinamizga generalni ham chiqadi, оформление ham bo'ladi. Xullas mashinamizga 45 million so'm baho qo'yilyapti. 45 million so'mdan kelishtirib beramiz. Mashina chotki. 2012-yil. Mashinamiz Samarqand shahar Sagdiyana yangi yo'lda turibdi. Kelib, ustalaringiz bilan bemalol tekshirib, haydab ko'rib olaverasizlar. Zadniy most, korobka, motori yaxshi. Most korobkalarga ovozi yo'q, motori yog' yeb tutamaydi. Yaxshi holatdagi Damascha. Bunday olib qaraganda ko'rinishi shu 18-20-yilgi Damaslarday bunday olib qarasangiz. Kelaversanglar va yana shunga o'xshash mashinalarimiz bor. 17-yil Damasimiz bor, 15-yil Damasimiz bor 45 million so'mga. Agar mabodo sizlarda sotiladigan Damaslar bo'lsa, olib kelsanglar, naqd pul berib sotib olamiz. Yoki bo'lmasa bironta xaridorlarimizga, dehqonlarga sotib berish imkoniyatimiz ham bor. Kelaverasizlar. Manzilimiz Samarqand shahar, Sagdiyana yangi yo'lda ana shu Damaslarimiz turibdi. Savdomizga kutib qolamiz, hurmatli obunachilar. Mana shu haftada ana shu Damaslarimiz bor. Mana 2017-yilgi Damasimiz qaymoq rangda. Qiziqganlarga kelib ustalaringiz bilan tekshirib olaverasizlar. Sostanisi zo'r. Salonlarning ishlari most, korobka motorlari yaxshi. Kelaverasizlar.